ta'sirli bo'ladi. Birinchi iqtibosimiz Petersondan. O'zingga sen yaxshi ko'rgan odamdek yoki bir narsa berishing kerak bo'lgan odamdek munosabatda bo'l. Xo'p, ozgina sharhlaymiz. Birinchi men bu iqtibosni eshitganimda yoki kitobida kelgan, adashmasam, 12 Rules of Life, 12 qoida kitobida kelgan. Tushunmaganman. Qanaqa odam o'ziga ham yomon munosabatda bo'lishi mumkinmi? Xo'p, demak, bitta qaraylik. Asosiy bu munosabat vaqtga borib taqaladi. Men vaqtga borib sharhladim. Yaxshi ko'rgan odamlarimizni onamiz bo'lishi mumkin, do'stimiz bo'lishi mumkin, yaxshi ko'rgan insonimiz bo'lishi mumkin, ustozimiz bo'lishi mumkin. Biz u odamga bir narsa olayotganda, mana ovqat olib bermoqmiz, tasavvur qilaylik. Qanaqa ovqat olib bergan bo'lardik? Duchgan ovqat olib bergan bo'larmidik? Olib, mana mashina ham o'g'ring yeyvering deb yoki tanlab olib berarmidik? Vaqtini olmoqchi bo'lganimizda o'sha odamni qancha vaqtini olgan bo'lardik? Yarim kun vaqtini bekorchilikka ishlatgan bo'larmidik? Yoki iloji boricha vaqtini tejab, ekonom deydi-ku, tejab eng muhimlariga ishlatgan bo'larmidik? Bir kiyim sovg'a qilmoqchi bo'lsak, qanaqa kiyim sovg'a qilardik yaxshi ko'rgan insonimizga yoki qarzdor bo'lgan insonimizga? Lekin o'zimizga kelganda shu narsani unutib qo'yamiz. O'zimizga kelganda istalgan narsani yeb ketaveramiz. O'zimizga kelganda shu ham bo'lardi menga deb ketaveramiz. O'zimizga kelganda eng muhimi, bu hammasi yo'q bo'lib ketadigan narsalar. O'zimizga kelganda vaqtimizni yaxshi ko'rgan insonimizga ishlatganda ishlatmaymiz. Dammi qizg'anishimiz mumkin. Mana qarang, bir inson yaxshi ko'rgan do'stingiz qarasangiz ishlayapti. 1 yil, 2 yil, 3 yil, mana shunaqa do'stlarim bor. Sizlarga ham tegishli do'stlarim ko'rayotgan bo'lsanglar, 5 yil ishlaydi, otpuskaga chiqmagan. Bundoq qaraysiz-da. Endi shu ta'tilgacha otpuskaga chiq, shuncha ishlading, charchab ketibsan, ozib ketibsan, ko'zlaring hamda ko'karib ichiga ko'mib qolibdi, ichiga karchi keksa bo'ladi deb aytamiz, to'g'rimi? Nega o'zimizga shunaqa qilmaymiz? Nimaga otpuskaga chiqa qol endi aziz? O'zimga ham tegishli ancha bo'ldi chiqmaganim. Ha, ertadan yo'q endi. Xo'p, nimaga otpuska nima bo'ladi? Ta'tilga chiqmayapsan. Ko'p ishlar oryapsan yoki yaxshi uxlamayapsan, yaxshi ovqatlanmayapsan deb o'zimizga e'tibor bermaymiz. Iqtibosni bu yoqqacha yetib kelgani, kitobgacha qo'shilgani, mashhur bo'lganiga sabab odamlar yaxshi ko'rgan insonlariga e'tibor berishadi, hurmat qilgan, qarzdor bo'lgan insonlariga, lekin o'zlarini unutib qo'yishadi. Aynan shuning uchun ham yaxshi ko'rgan insonimizga berayotgan maslahatimiz balki o'zimizga ham birinchi bitta qaratishimiz kerakdir. San bu ishing bo'lmabdi, sen o'sadigan ishga kel, o'zimizcha. Sen dam ol, ko'p ishlaysan, o'zimizcha. Sen oilangga e'tibor bermayapsan. Yaxshiroq o'zimizcha. Sen telefonda ko'p o'tiribsan, o'zimizcha. Inson bir o'zini yuqori qadrlayaptimi, o'zini past qadrlayaptimi bilishi formulasi bor. O'tirib o'ylasangiz chiqadi, lekin biz o'ylamaymiz, hozir gaplashamiz shuni. Inson nimadan iborat? Nimadan tashkil topgan? Biologik tomondan hujayralardan, to'qimalardan iboratmiz, atomlardan iboratmiz, fizikaga qaytadigan bo'lsak. Lekin aslimiz inson qachon bu inson yo'q deb aytamiz biz. Atomlari turibdi, hujayralari turibdi, lekin u inson yo'q biz bilan deymiz. Qachon? O'lganda, ya'ni vaqti tugaganda. Bir inson vaqti tugasa, bu dunyodagi bo'ldi, u inson biz bilan yo'q deymiz. Demak, inson vaqtdan iborat. Kunlardan iborat, soatlardan iborat, sekundlardan iborat. Bitta odam sizni rosa aytayapti, men sizga hurmat qilaman, meni u juda ham hurmatim baland, bilasizmi, siz menga qancha yordam bergansiz deyapti. Uchrashaylik bugun siz bilan deyapti, bo'ldi. Nechida uchrashamiz? 12da. 12da kelib turibsiz, soat 1:30da kirib kelyapti. Endi siz nima deysiz? Bu meni rostdan hurmat qiladi deb gapiga ishonasizmi? Yo 1:30 soat, 90 minut umringizni, orqaga qaytmagan umringizni ishlatib o'rganiga signalini olasizmi? Bu meni hurmat qilmaydi. 90 minut meni kech qoldi, biroz aytib qo'ymadi. Kelib, yana normalnik-ku deb turibdi. Shu ishini olasizmi? Sizni hurmat qilgan odam vaqtingizni ham hurmat qiladi. Chunki siz vaqtdan iboratsiz, orqaga qaytmaydigan resurs. Tasavvur qiling, yashab turgan joyingizni hokimi chaqirdi, mahalla raisi chaqirdi, Maliyani prezident chaqirdi, mayli Ronaldo chaqirdi, kim Messimi hozir kim yaxshi ko'rasizlar. Shu inson sizni chaqirdi, kech qolib borasizmi? O'tgan safar ham gaplashdik, kech qolib bormaysiz. Qani bir gaplashaylik dedi, bekorchi gaplarni gaplashmaysiz. Vaqtidan oldin borasiz. Demak, bir insonni hurmat qilishingizni belgisi uni vaqtini hurmat qilishingiz. Chunki inson vaqtdan iborat. O'zingizni hurmat qilishingizni belgisi nima desa, o'zingizni vaqtingizni qanaqa sarflayapsiz?
vaqtdan iboratmizmi biza? Nimalarga sarflayapmiz vaqtimizni? Necha so'mlik narsalarga sarflayapmiz vaqtimizni? O'tirib hisob-kitob qilaylik. Misol uchun 1 soat Reels ko'rdik. Ko'rdik deyapman, chunki men ham ko'raman. 1 soat Reels ko'rdik va u umrimiz ketdi unga. Demak, shunchalik arzon ekan bizni narsamiz, umrimiz 1 yilda 300 soat, balki 500 soatimizni shu Reelsga ishlatdik. Bitta video ko'rdik. 1 soatda 60 ta video ko'rsangiz 1 minutdan bitta videoni Reelsda narxi qancha bo'lardi? Borani $1000 bitta Reels reklamaga chiqarish. Uning ichida millionta prosmotr bo'ladi. Milliondan 1 sentga to'g'ri kelishi mumkin. To'g'ri kelmaydi ham. 1 sent ekan, demak biz 1 minutimiz. 1 soatimiz 60 sent ekan. Endi o'ylab qarang, 7000 so'm ekan 1 soatimiz. Demak biz o'zimizni shu bahoga qo'yibamiz. Keyin siz qanaqasiga yetasiz? Mana 1 soatim $10 turadi, mana 1 soatim $20. Baraka topkor. O'yinga, Reelsga, boshqaga biz ishlatib yuboramiz. 6 sentdan berib yuboramiz, 10 sentdan berib yuboramiz. Mana o'zimizni vaqtimizni qadrlamasligimiz, ya'ni o'zini vaqtini qadrlamaydigan odam o'zini boshqa narsasini ham qadrlamaydi. Katta ehtimol bilan bir tishini ham uyushasidan chiqib turadi. Sportga ham bir boradi, bir bormaydi. Kitob ham o'qimaydi miyasini to'ldirish uchun. Bir-birda endi vaqtini qadrlashiga qarab. E'tibor bering. Vaqtini qadrlaydigan insonlar boshqa narsasini ham qadrlashni boshlaydi. Vaqtingizni qadrlab qo'y. O'tib ketyapti vaqt. Yarim soat shu bormang shotga, kuryer jo'natib qo'ya qoling, dastavka jo'natib qo'ya qoling shotga. Shu bitta ovqat uchun shotga boraman. Shahar nari chekkasiga. Yonimda joyda qornim to'ydirib qo'ya qoling, vaqtim ketadi. Shu 2 soatlik bekorchi videoni ko'ramanmi, qo'y shu hisobotini o'qib qo'ya qoling. Shu yerda borsam hozir bekor gaplar bo'ladi. Nima qilaman, vaqtimni ketkazibman, shuncha ishim bor. Deyishni boshladimi bir inson? Bo'ldi. O'zidan u o'zini qadri oshishini boshladi. Chunki u vaqtdan iborat. O'z-o'zidan. Buni yaqiningizning misolida ham ko'rsak bo'ladi. Men o'zim ham ba'zan 1-2 soat kuniga bekor ketib qoladi. O'sha payt mana shu iqtibos mana shu olib chiqib ketib qoladi. Meni vaqtim bunaqa arzon emas deyman. Ya'ni vaqtim arzon emasligi, buni qaytmasligidan men qanaqadir vaqti qimmat odam yoki muhim odam bo'lganimdan emas. Yo'q, men uchun qimmat. Kim uchundir arzon bo'lishi mumkin meni vaqtim. Lekin men uchun qimmat, chunki vaqtim tugasa, o'zim ham tugayman. Agar vaqtim noto'g'ri ishlatsam, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin afsuslanaman va u farzandlarimga, do'stlarimga, kuzatuvchilarga, mana sizlarga hammasiga ta'siri bo'ladi. Shuning uchun ham qanaqa munosabat qilamiz o'zimizga? Bilmoqchimisiz? Vaqtingizga qanaqa munosabat qilmoqchi? Qanaqa sekundlaringizni qayerga sarflayapsiz? Kunlaringizni qayerga sarflayapsiz? Endi shunaqa ekan deb hamma yoqdan chop tashlash kerak emas. Bo'ldi, men ertadan 3 soat uxlayman. Bo'ldi, men ertadan faqat chaynashgan vaqtim ketmaydi, talqon yeyman. Bo'ldi, men hamma bilan munosabatni yaxshirim yo'q. Yaqinlarimizga bu ketkazgan vaqtimiz bu hayot mazmunlaridan biri. Taomlanamiz, lazzatlanamiz, lekin uning uchun shahar nari betiga borish shart emas. Yoki uyqu bizga vaqt olib beradi. 4 soat uxlasangiz, qanaqasiga ertasi kuni energiya bilan yura olmaysiz. Joy-joyda baxtli uxlab, baxtli turib. Demak, o'zimizga qilishimiz mumkin bo'lgan eng katta yaxshiligimiz bu o'zimizga boshqa odamdek, qarzdor bo'lgan odamizdek munosabat qilishimiz. Eng birinchisi bu vaqtdan boshlanadi.